O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Dinamo jismoniy tarbiya va sport jamiyati Surxondaryo viloyat kengashining kalendar rejasiga asosan 2025-yilning 10-11 mart kunlari Termiz shahridagi viloyat ichki ishlar boshqarmasi sport majmuasida sportning voleybol turi bo'yicha Surxondaryo viloyati huquqni muhofaza qiluvchi organlarda xizmat o'tayotgan ayol xodimalar o'rtasida Dinamo jismoniy tarbiya va sport jamiyati raisi kubogi musobaqasi o'tkazildi. Unda viloyatda xizmat o'tayotgan huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimalaridan iborat 5 ta terma jamoada jami 40 nafar sportchilar qatnashdi. Xalqaro toifadagi hakamlar tomonidan baholab borilgan ushbu nufuzli musobaqa natijalariga ko'ra birinchi o'rinni viloyat Milliy gvardiya boshqarmasi terma jamoasi, ikkinchi o'rinni viloyat ichki ishlar boshqarmasi terma jamoasi, uchinchi o'rinni viloyat ichki ishlar boshqarmasi tibbiyot bo'limi terma jamoasi xodimlari qo'lga kiritishdi. G'oliblar tashkilotchilarning diplom, medal va qimmatbaho esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar.